Har kim har xil yashaydi. Dunyoni har xil tushunadi. Hayot mohiyatini ham har xil anglaydi. Bu dunyoda ne omonat, insonga inson omonat. Mol dunyo o'tkinchidir, issiqqina jon omonat. Yashash uchun toming bo'lsa, yaxshi degan noming bo'lsa, yaxshilarga yondoshganda qolmagay armon omonat. Chin do'stlaring bo'lsa ko'proq, oltin bo'lsa olsang tuproq, zamin bo'lsa tug'ishqoning, bo'lmasa osmon omonat. Yaxshilikni qarz deb bilsang, halollikni farz deb bilsang, but bo'lmasa e'tiqoding, insofu iymon omonat. Shuni o'qiganim zahoti ulug' bir haqiqatni eslagim keladi. Agar sen qasrda yashasang ham qabrga qo'yilasan. Agar sen hamma yerda yursang ham tobutda ketasan. Agar sen jakuzida cho'milsang ham oddiy suvda yuvilasan. Agar sen osmonda yursang ham yerga ko'milasan. Shunday ekan inson umri mobaynida muvozanatni bilish kerak va anglash kerak. Oxiratni o'ylash, oqibatni o'ylash hamma uchun zarurdir.